Voy, bu sovuq ya. Ishqil bu sovuqda odamlar bozorga o'zlaridan chiqsin be. Yaxshi o'tiringlar, bo'pti, men ishga ketdim. Ho'na qizim. Yaxshi borib keling, biz sovuq. Hop bo'ladi. Voy, birat, arava kerak emas ekanmi? Voy, yaxshi. Hozir. qadar yursa ham Bo'ldi akajon. Mana puling ukam. Rahmat aka. Ozgina bozorga yetayin bo'lsa ham pul topdim. Yaning shundoq. Assalomu alaykum Farhod aka. 2 dona kartoshka, 1 dona piyoz tortib bering. Ikkita kartoshka, bitta piyoz. Ha, aka, har doimgidek. Assalomu alaykum Nodir aka. Qora kechlik joyda 100 gram tortib bering. Uka, bu safar uni qiynamagan. Aka, ishim yurishib ketsa, kilo-kilolab ham olaman. Sovuq tushib qoldi. O'shanga qizim immuniteti tushib ketmasin deb otib, iltimos, oxirgi marta qilib bering. Sizlar yaxshi o'tiribsizlarmi? Assalomu onajonim. Alaykum assalom. Otajon, hamma qishda shunaqa yashaydimi? Qanaqa qizim? Hamma narsani dona-dona olib kelib, kamaqat qilibdi. Qiz puli odamga qiyin. Puli bor odamga oson o'tadi. Ota, sizgachi? Menga juda ham oson o'tadi. Chunki meni yonimda sendek xazinam bor. Otajon, bir kun kelib, men sizni haqiqiy podsho qilaman. Biz endi mehnat qilib, qiynalib ishlayotgan uchun rahmat otajon. cho'ntagiga puldan solib qo'y hayot